Mana bugungi Rossiya 45 dan yarqa tanlovlar tayyor bo'ldi. O'ta sifatli, choklari tiniq, konkret. Razmeri 220 ga, bo'yi 110 bo'ldi. Serkulga berishibdi ustakalar. Ichlari ham germetka qilingan. Mana germetkalari ham havo surkalgan, o'zi yangi. Baka. At. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Izlamang, qidirmang, xuy topasiz. 45 gradslari ham chotki. O'ta tiniq. Ko'rinmaydigan. Shunaqangi sifatli arka xizmatlari doim onlayn. Buyurtma qilaverasizlar akalar, aloqaga chiqib. Do'ppili tom qoqayib turgan uyda egalari juda yaxshi bilan bu narsalar qayerga ishlatilishini. Sifatli, o'ta baquvvat, mustahkam akalar, choklari bir-biriga kiritib qotirib qo'yilgandan emas, stik qilib yopishtirib tashlangan bu. O'ta mustahkam. Materiallarga ham gap yo'q, Rossiyaning materiallari akalar. Mana stretchlari qilib tayyor qilib qo'yildi. Xudo xolasa Andijon viloyatiga chiqib ketyapti. O'zimiz joyimiz Farg'onada. Bizni ishxonamizda dastlabkilar ham bor. Qoraqalpog'istonga olsa yetkazib beradi. Har kuni mashinasi qatnamaydi-yu. Lekin bir haftada bir marta shu Samarqand, Buxoroga mashina bo'ladi, fura. O'shalardan bemalol zakaz qilsa chiqarib yuboradi akalar. Bexijolat ikkilanmay aytaverasizlar. Boshqa viloyatdagilar ham qanday olib kelib olaman, joy uzoq ekan deb o'ylansalaring aka, sifatli ishlardan quruq qolasizlar.